bizlar sinalgan xalqmiz. Turli qanday og'ir sinov, bo'ron, so'ronli kunlarni boshimizdan kechirgan xalqmiz. Shu nuqtai nazardan bizlarni xalqni yengib bo'ladimi o'zi? Mana shunday xalq bilan birga yashash, mana shunday xalqni aytaylik a'zosi bo'lish o'zi katta baxt emasmi? Barchangizga buyursin, barchangiz qanday ezgu niyatlaringiz bo'lsa, qandaydir noyob bir harakatlaringiz bo'lsa, bitta mana sizlarga tilagim, sizlarni eng ezgu niyatlaringiz ushalsin. Sog' bo'ling. Ulug' inson boshlab